Moliyaviy savodxonlik to'garaklari 2 yildan beri bolalar hayotida ularning bilimlari qay darajada o'zgardi? Assalomu alaykum bolalar. Maktab yilida moliyaviy savodxonlik bo'yicha to'garaklar bor ekan, bilasizlarmi? Unda qatnashasizlarmi? Albatta. Bu to'garaklarda nimalarni o'rgandinglar? Men bu to'garak orqali pulni yig'ishni va to'g'ri sarflashni o'rgandim. Bu to'garakdan oldin men pulimni sarflab qo'yardim. Hozir esa maqsadim uchun to'g'ri yig'ayapman. Men ushbu to'garak orqali o'z shaxsiy byudjetimni shakllantirishni o'rgandim. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Yig'ayotgan pulinglarni nimaga sarflashni rejalashtirdinglar? Kimda qanaqangi fikrlar bor, qanaqangi maqsadlaringiz bor? Kim javob bera oladi? Ustoz, siz bergan pullaringiz tufayli men o'zimga 1.800.000 so'm pul yig'ib oldim va u pulni men o'z kompyuterimni yangilashga ishlatmoqchiman. Ustoz, men pullarimni uzoq muddatli maqsadlarimga yig'yapman. Zo'r, har bir yilida aniq maqsadlar, rejalar bor ekan. Bugungi darsimizda esa aynan shu maqsadinglarni, rejalaringlarni yanada mukammallashtirishni o'rganamiz. Moliyaviy savodxonlik to'garaklari bolalarni o'zgartiryapti. Sezilyaptimi? Ustoz, keling, bu savolga ota-onalardan javob olsak. Keling, bir o'quvchining onasiga telefon qilib ko'rsam. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Uzr, bitta savol bilan bezovta qilyotgandim. Farzandingiz o'tgan yildan beri menga moliyaviy savodxonlik to'garagiga keladi. Ha, boradi, aha. Farzandingizda qanaqangi o'zgarishlarni sezdingiz? Pul bilan bog'liq, moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'zgarishlar bo'ldimi? Ha, voy rahmat sizga ustozi. Men farzandim to'garakka mana 1 yildan beri qatnashyapti. Juda ham ko'p pul so'rardi. Meni xafa qiladigan joyi pul qayerdan kelyapti surishtirmasdan. Hozir to'garakka borgandan beri juda ham yaxshi, ijobiy tomondan o'zgarishlari katta. Har deb mendan pul so'ravermayapti. O'ylab, zarur bo'lsa so'ramasa. Rahmat sizga kattakon ustozi. Hammadan ham o'zini shaxsiy kotilkasiga ega bo'ldi.